Hurmatli xaridorlar, do'konimiz mana bugun 1-may ish faoliyatini boshladi. Do'konimizda turli xil mahsulotlar bor. Plastmassa tovarlar, 100 dan oshiq tovarlarimiz bor. To'ylarga tarqatgani, ehsonlarga, uyga ishlatgani, oshxonalarga. Adlarimiz tovarlarimiz bor. Soğuk silsileleri, bütün bir boshli adlarimiz tovarlarimiz, mahsulotlarimiz bor. Qatorimiz 9-qator 20 kontener. Bu tomondan Qantodadan kirib kelishda, bu qatorda Noloydan chiqqan o'ng tomonda. Do'konimiz 20 kontener. Zapravga murojaat qilasizlar, kelaverasizlar.